Assalom. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men sizlarga Zordun Sabirning Yevropaga safar nomli ziyorat xotirasini o'qib berishni davomlashtiraman. Askartib qo'ydig'im, o'tgan qitimliq anglitishimizda, yani birinchi qitimliq anglitishimizda bu asar yozilganға 20 yildan oshdi deb asarni 10 yil yashartib etibdiman. Amaliyotda asar 1988 yil yozilgan bo'lib, hisoblaganda amaliyotda 30 yildan oshdi. Bu asarni sizlarga o'qib berishimdagi maqsadlarning biri bizning Zordun Sabirga o'xshash donliq yozuvchilarimiz nurg'un vaqtini turmalarda, siyosiy mahbus yoki boshqa har xil töhmet gunohlari bilan, atalmış gunohlari bilan turmalarda o'tkazgan. Şun ularning ko'pinchisi chet ellarga chiqib, ko'rib, bir oila deb o'zlarininki hislarini biz bilan o'rtoqlashishga muvaffaq bo'lamagan. Zordun Sabir mundaqcha aytgan vaqtida az sondagi donliq yozuvchilarimizdan chet elga chiqib, ko'rib, o'z hislarini mana shundaq ziyorat xotirasi sifatida yozib qoldirgan yozuvchimiz. Shuning uchun buni alayda bir o'qib berishni muvaffaq ko'rdim. Maqolamsa davomlashtiraylik. Berlinda ziyorat. Rabqatjonga rahmat. Onun telegrammasini kechada Frankfurtga ilmiy dokladga minish oldida topshirib olgan Thomas Efendi meni kutib olish to'g'risida Berlindagi do'sti Derek Efendiga telefon bergan ekan. U mening oldimga chiqdi. Derek tambal, sog'lom, xushxuy yigit ekan. U shu kechasi Fransiyadagi dam olishni oxirlashtirib, texi amdala uyiga kelgan ekan. U mening qo'llarimni ching siqib turib, xanzu tilida yo'qriqlarni ma'lum qildi. Bu chaq 1987 13 oktyabr Berlin vaqti soat 21dan 58 minut o'tgan edi. Biz Sharqiy Berlin vokzalidan metro orqali G'arbiy Berlinga o'tdik. Men Berlin shahri to'g'risida yuzaki bilimga ega edim. Bu qitim G'arbiy Germaniyaga ziyoratga menish oldida ancha-muncha savodli bo'lib olish uchun Germaniya Berlin to'g'risida yozilgan kitoblardan bir necha parcha o'qidim. Mening tasavvurimdagi Berlin bilan bugun men ko'chalarda tomosha qilib yurgan Berlin o'tirsida to'limi cho'ng farq bor edi. 1945-yil 4-oyning oxirida har kuni bu shaharni 3-4 ming aeroplan bombardimon qilgan. Yozilgan xotirlarda deyilishicha, birmi saq bino qolmagan. Latviya kanalining qopqisi ichilib, shahar suvga bostirilgandan keyin ko'chalarda 20 metr qilinlikda lay yetib qolgan. Hitler Berlinning shahar qurilishiga alohida ahamiyat berib, Parijdagi eng chiroyli bino darvozalardan nusxa elib, ko'cha, shahar planlarini tuzib chiqib, arxitektorlarning eng yangi muvaffaqiyatlarini Berlin uchun xizmat qildirib, Berlinni dunyodagi eng go'zal shaharga aylantirmoqchi bo'lgan. Yani 3-imperiyaning ishki sirida shundaq yozilgan. Lekin oxirgi 100 kunda yozilishicha, bu shahar taslim bo'lish oldida necha haftalab o't istitak ichida qolgan. Dahshatli havo hujumi, o't yolqini bu shaharni mangu hoshini topolmaydigan holga tushirib qo'ygan. Lekin men hozir ko'chalari ozoda, yop-yeshil, binolari butunlay milliy uslubda selingan Avad shaharni ko'rib turibdiman. Shaharning Avad ko'chasi Kopestindam ko'chasida qap-qara bo'lib o'rtangan tosh bino Friedrich ibodatxonasidan boshqa birmi xarabi ko'rinmadi. 21 qavatlik Yevropa savdo markazining ustida turib, butun Berlinni tomosha qildim. Shahar quyuq o'rmon ichida to'limi kangri yeyilangu ko'rindi. Shahar o'tirsida ko'llar, kanal, daryolarmi bor. Necha yuz ming yerda yeyilib yotgan o'rmonliqlarmi bor. Hayvonot bog'chisi yiqilib turadi. Oxirgi 100 kunda yozilishicha
Sovet Qizil armiyasi mushu hayvonot bog'chisini egallagan mezgilda Gitler o'z panoh joyida ayoli bilan zahar ichib o'lib olgan. Uning yaqinlari uning o'rinlashtirishiga asosan uni ayoli bilan qo'shib beg'idagi godonga tashlab, ustiga benzin chechib, o't qo'yib, jasadini kulga aylantirib etgan. Gitlerning qo'mondonlik shtabi qayerda? Potistam Aplatis, ana, chegara tamning yinida, deb qo'li bilan oli yeşil bo'yalgan Berlin chegara temini ko'rsatdi der. Apraymo, biroq hozir qo'mondonlik shtab binosi yo'q. Uning shpaliq toshlarini elib, Sovet ittifoqi Branden Bogistoga konsulxona yasadi. Qo'mondonlik shtab o'rni Hipper, ya'ni tashviqot ministrining idorasi, yana boshqa fashistlar uchun xizmat qilgan o'rinlar Sharqi Berlin tavasida. Avlar shu. Men u qo'lida ko'rsatgan 3-4 qavatlik kulrang binolarga qardim. Reichstag, Chekpe int Charlie, Stabenbrück, Latvia kanali. Bu yoqda bo'lsa kerak. Bu yerlar G'arbiy Berlinda. Siz 2-Dunyo urushi to'g'risida bir nima yozmoqchimi? Nemishqa hadislar urush to'g'risida so'raysiz? Men bir yozg'uchi bo'lgan odam insoniyatning taqdiri to'g'risida ko'proq bosh qotiradi. Buni siz bilasiz. Lekin Gitler to'g'risida, uning insoniyatga keltirgan baloy ofatlari to'g'risida so'zlash biz Germaniya yoshlari uchun azobliq. Siz shuni unutmang. Mushu shaharda paydo bo'lgan bu ofatni yo'qotish uchun 30 necha million odam jinidan ayrilgan. Germaniyami o'zining 20 necha milliondek odamidan ayrildi. Jami 50 necha million odam yo'qotildi degan so'z. Buni o'ylaganda har qanday bir vijdon egasining yuragi etishidi. Sizlar uchun azobliq bu ishni biz uchun ko'ngillik tuyuldi deb o'ylamsiz? Yo'q, bundaq bo'lganda biz qandaqmi do'st bo'la olaydik? Juring, men sizga Berlinning mashhur joylarini to'liq ko'rsatay. Biz mashinamizni to'xtatib qo'ygan shahar markazidagi joyga kelguncha o'z vaqtidagi Germaniya to'g'risida paranglashdik. Friedrich Xanning otliq qatirilgan haykeli, burutliq, tambal, yo'g'on qo'rsoq Bismarckning osi tutib, shilapa ostidan surlik qarab turgan butun qatirilgan haykeli joylashgan kangri saynoga kelganda, men ko'rdingizmi? Germaniyani bino qilgan muni mo'yspitlar xafa. Bularnimi Hitler xafa qilgan? Dedim chaqchaq qilib. Rast, dedi Derek kulimsirab. Bir shaharning, bir mamlakatning ikkiga bo'linishi, uning ustiga bu mamlakat zaminida 40 necha yildan beri 4 g'olib davlat askarlarining turib elishi bizning xalqimiz, hatto o'lgan donliq odamlarimiz uchun qattiq haqorat, qattiq azob. Mana bugun bizni mushundaq yerga qaraydigan qilib qo'yganmi? Shu talbi Hitler, natsistlar emasmi? Biz ziyoratdan burun shaharning chetidagi turklar yashaydigan rayon, ya'ni O'zbek ko'chasiga g'izolanishga keldik. Biz piyoda ko'cha aylandik. Turk do'konlari, oshxona, qassobxona, ko'ktat do'konlari, dori do'konlarini orladik. Tamlarga har xil shuar, e'lonlar yozilgan edi. Bu turk mahallasining binolari Berlinning boshqa ko'chalaridek hayvatlik binolar bilan to'lgan emas. Binalar kona, oddiy, 3-4 qavatlik, ko'chalarmi boshqa ko'chalardan tor, tozaligi nachar ekan. Men bir cho'ng xatlik shuarga qaradim. Derek xanzuchaga tarjima qilib. Turklar Germaniyadan yo'qolinglar. Germaniya sizlarning emib yotadigan onanglar emas degan shuar ekan, dedi u xafa bo'lib. Bu pankalarning ishi. Pankalar degan nima demsiz? Ular g'alit kiyinib yuradigan, davrga
norozi yoshlar. Ular Sharqiy Germaniyaga, Sovet ittifoqiga hujum qilish kerak, Yahudiylar bilan turklarni qirish kerak deb talbilarcha varqiraydi. Lekin ularni xalqmi, hukumatmi qo'llamaydi. Birozdan keyin men sizga ularni ko'rsataman. Ikkinchi dunyo urushida 6 milliondan ko'p begunoh Yahudi o'ldirildi, dedim men xafa bo'lib. Bu pankalar bu sonni oz ko'rsa kerak. Biz Latin yezig'ida restaurant Yashar Bo'rikchisi degan vebesga yozilgan turk oshxonasida g'izolandik. Kuvayt, ya'ni yerimi qo'rdoq, yerimi guruch tamoq, yumshoq peda, tamlik piva bana yoqdi. Men Yashar bilan o'qdi oilasi turklar to'g'risida paranglashdim. Berlinda 130 ming turk bor ekan. Ularning milliy maktabi, masjid, banka, xorijiy ishlar idoralari bor ekan. Bu yerdagi turklarning to'lisi ishchi, oz qismi ovqatchi, savdogarlar, do'kondorlar ekan. Yashar chiroyli yigit ekan. Uning uyida 7 jon bor ekan. 5 egizlik uyda turadi ekan. Oylik kirimi 5000 markka bor ekan. 3 kichik mashinasi, bankada nurg'un puli, bu maxfiy bor ekan. Ular Turkiyaga qaytib ketishni xohlamaydi ekan. Türk ishchilari 2. dunyo urushidan keyin G'arbiy Germaniyani asliga keltirish, gullantirish yo'lida nurg'un to'kib qo'shgan. Hozir Germaniya zaminida turayotgan 2 millionga yaqin turklar bu yerga mehmon emas, bu yerning munosib egisi. O'zbek ko'chisi ularning. Ularni hech kim bu yerdan qo'g'day olmaydi. Mana bular Yasharning menga aytgan so'zlarining mazmuni. Men Yashar bilan suratga tushdim. Ko'chada uchirgan turkcha kiyingan chiroyli ayollar, qora ko'z, budur chash bolalar mening salomlarimga to'limi hurmat bilan javob berishdi. Ular meni uylariga taklif qilishdi. Ulardagi ochiq ko'ngillik, mehmondo'stlik menga o'z yurtimdagi Uyg'urlarimni eslatdi. Biz Berlin sayohatini boshladik. Mana Ali yeşil rasmlar sızılgan Berlin chegara temi yenida to'xtadik. Berlin shahrini janubdan shimolga bo'lib turadigan bu sement va tosh bilan qotirilgan tam taxminan 2 metrdan egizroq. Tamga sayohatchilar xilma-xil rasmlarni sizib, o'zlarining tinchlikqa bo'lgan umid orzularini bayon qilishgan. Tam yeniga alayida ko'ztish munbarlari yasalgan ekan. Biz munbarga chiqib, sharq tarafni ko'rdik. O taraf kengligi 10 metrda keladigan o't cho'psiz taqir bo'shliq ekan. Sharq taraf yana tam. Ikki tam orasida askarlar menib yuradi ekan. Bular chegara qaravullari. Qaramliq qilib bu yoqqa qochqichilardan nechisi ashu bo'shliqda etilgan, dedi Derik hasrat bilan. Bu bir o'lim balbig'i. Aşı avu sharqdagi 3 qavat uylar o'z vaqtida ko'cha bo'yidagi puxra uylar edi. Muni bo'shliq birovat cho'ng ko'cha edi. Bu chegara temi 1961-yili 8-oyning 13-kuni bitdi. Sharqiy Germaniya bu tamni yasatdi. Qaravullarni shularning. Urush bizni mana shundoq bir-biriga dushman bo'lgan ikki lagerga ajratib qo'ydi. Bilmadik, qanchinchi avlodimiz bu tamlarni o'z qo'llari bilan elib tashlaydi ekan. Chegara temi bo'ylab mashina bilan bir oz minib, o'z vaqtidagi Hitler fashist hukumatining qo'mondonlik shtabi bo'lgan o'rin Potsdam Aplatisga keldik. Bu yer hozir cho'l, xarab o'rin. O'z vaqtida bu yerda Hitler armiyasi har kuni harbiy mashq qilardi ekan. Men tamlardagi rasmlarga sinchilab qaradim. Bo'z ot mingan qalbi Hitlerning otliq askarlarining oldida sol qo'lini ko'tarib ketib borgan rasmi ko'zga chiliqmaydigan bir joyda turibdi. Men bu xalq dushmaniga tikildim.
bu talabini seg'inadigan, uningga e'tiqod qiladiganlar hozirmi bor bo'lsa kerak? Men Erikdan so'rdim. Albatta, bu yerga kelib tavob qiladiganlar bizda yo'q emas. Ular mushu yerga kelib, ovu pivoxonalarda bir-biriga holmon aytishadi. Jimjit Sürli ko'chaning chegara temiga yaqin joyida bir necha do'kon, qahvaxonalar bor ekan. Demak, o'z vaqtida vahimalik to'yilgan bu joy hozir yoshligini yomonlik bilan o'tkazib, qiyirg'inida julmarab ko'chada qolgan nachar odamga o'xshash hasratli ko'rinsimi, insoniyat bu yerni o'z nazaridan neri qilmagan ekan. Brandin Bogisto darvozasi hozir Sovet ittifoqi konsulxonasining oldi ekan. Uning yanidagi Sovet Qizil Armiya qo'mondonlik shtabining oldiga Berlinga hujum qilgan tanka zambiraklari xotiri uchun qo'yilibdi. Brandin Bogisto darvozasining ustiga buningdan 200 necha yil burun yasalgan 4 ot qitilgan harbi ustida bayroq tutib o'ltirgan ayol g'olibiyat ilohiy haykali o'rnatilgan. Mistin yasalgan bu zo'r haykal Sovet konsulxonasining oldidagi Brandin Bogisto darvozasi ustiga maqsadsizla qo'yilgan emas. 1788-1791 yillar yasalgan bu darvoza Germaniya tarixining guvohchisi sifatida saqlab kelingan. 1810 yillarda Napoleon Germaniyani besib olganda bu haykalni Berlindan Parijga aketgan. 1940-yili Hitler Germaniyasi Fransiyani urushda yengib, Parijdan bu haykalni yana Berlinga qaytarib akelgan. Tarix hammani yasudi. G'alaba, yengilish takrorlanib turadi. Bu haykalni mangulik g'alabining simvoli qilib yasag'uvchilar va bu aqidaga e'tiqod qilguvchilar nimalarni ko'zladi ekan? Buni hech bilolmadim. Reichstag binosi hozir ko'rgazmaxona ekan. Beijingdagi xalq cho'ng sarayiga o'xshashroq yasalgan bu binoning palampaylari puchilgan. Ustidagi gumbizi urushda buzilgandan keyin qayta remont qilinmabdi. Bu parlament binosi 1894-yili Bismarck vaqtida yasalgan ekan. Bu yerda o'z vaqtida Germaniyani qudratli imperiya qilib chiqishda zo'r xizmat ko'rsatgan hukumat boshlig'i Bismarck qilish bilan sahnaga chiqib, nurg'un yig'inlarni ichib, nurg'un qarorlarni qabul qilgan. 1931-yili Amerikalik Roosevelt Hitlerilik Mussolini bilan bir yili taxtga chiqqan Hitlermi mushu parlament binosida asabiylarcha hayba bilan nutq so'zlab, dunyoni o'ziga tiz buktirishning planlarini qarordan o'tkazgan. Bugun bu joyda biz xotirjam ekskursiya qilmoqdamiz. Bizda tarixni to'g'riroq bilmakdan boshqa istak yo'q. Reichstag, ya'ni tojdan ayrilgan bu bino menga muhchaygandek, ustiga qadalgan har rang bayroqlardan bezor bo'lib yerga qaragandek bilindi. Amerika, Angliya, Fransiya askarlari turayotgan joy Chakpa, Int, Charlie menga surlik bilindi. Gerçi askarlar menga kulib, boshlang'ich yaqinchilik qilishgan bo'lsa-mu, bu qiladigan ishi yo'q. Yosh askarlar menga yaqinlik to'yilmadi. Ular dunyoning taqdiri bilan hisoblashadigan cho'ng davlatlarning askarlari bo'lganligi uchun o'z vatanidan ayrilib, yot bir elning zaminida noiloj turib o'tganlar. Ularning illiq chiroylari tegida yoshurun g'amlari bordek bilinadi. Chunki ular tinchlikqa tashna yigitlar turib, bugungi kunda vahima paydo qilg'uchi bo'lib qolganiga rozi emas. Tinchlik bo'libmi uzoq muddatlik tinchlik kimga zo'r emas ekan? Temir darvozaliq 3 qavatlik Stauffenberg sarayining oldiga mushu savol bilan yetib keldim.
O'ylisi tap-taqir. Birla yalang'och jangchining haykaldan boshqa hech nima yo'q bu bino hozir Germaniya xalqining fashizmga qarshi kurashini namoyon qilg'uchi katta muzey ekan. O'yladiki, tam töbiga gullar qo'yilgan. Tamdaki bir qara simot taxtiga nemischa xat va 1944-yil 7-oyning 20-kuni degan raqamlar yozilgan. Bu nima xat? Derek manga xatni o'qib berdi. Bu bino Gitler quruqliq armiyasining o'z vaqtida qo'mondonlik shtabi ekan. Gullar qo'yilgan joy shu yili Gitlerga qarshi guruh uyushtirib, siyosiy o'zgarish qilmoqchi bo'lgan 5 nafar generalning etilgan joyi ekan. Men muzeyga kirib, bu generallarning ishxonalari, Gitlerni o'ldirish plani, qurollari, kiyimlari, rasmlari qatorliqlarni ko'rdim. Quruqliq armiyaning bu yuqori darajalik generallari fashizmga qarshi xalq kurashining sepidan shuning uchun o'rin ola olgan. Ular fashizmning xalqqa keltirgan, insoniyatga keltirgan mislsiz zo'r ziyonlarni o'z ko'zlari bilan ko'rgan. 1943-1944-yillari Gitlerning mag'lub bo'lishi muqimlashgan mezgilda ular Germaniyani qutuldirib kelish, xalqni saqlab qolish uchun Gitlerni o'ldirishdek xatarlik ishga tavakkul qila olgan. Muzeyga qo'yilgan fashizmga qarshi kurash paketlari nurg'un tarafni o'z ichiga olgan. Kommunistlar, ilg'or zotlar, ziyolilar, olimlar, siyosatchilar, yozuvchilar, harbiylar, o'quvchilar, ishchilar bo'lib, bir necha ming kishining fojialik holda qatl qilinganligi haqidagi rasmlar, buyumlar bilan tushuntirilgan. Lekin shuncha qurbon berishlar badaliga Germaniya xalqi mag'lubiyatdan boshqa hech nimaga erisholmagan. Mana biz Latviya kanalini bo'ylab mashina bilan asta ketyapmiz. Kanal suyi jimjit sukutda. Bu kanal 1919-yili Rosa Luxemburg, Karl Liebknechtlarning qeni bilan bo'yalgan edi. Shu chaqda Germaniya hukumatida ustunlikka erishib olgan o'ngchi harbiylar yuqorqi inqilobchilarni yoshirin o'ldirib, jasadini mushu kanalga tashlab etgan ekan. Men jimjit eqibatgan kanal suyiga qaradim. Fashistlar zamonida daryomu, kanalmu fashistlar uchun xizmat qilib qon ichgan. Hozir bu daryo hijolatdan o'kinib atgandek bilindi. Do'stim Derek, sen nimishqa azoblanasan? Davlatingni, millatingni fashizm nomi bilan birlashtirib, Gitler Germaniyasi deb ataqanligimiz uchunmi? Yoki insoniyat dushmani sening vataningdan chiqqanligi uchunmi? Meningcha, har ikki holdimi sen aytdik emas. Biz sening munbat go'zal tuproqing bilan urush xarobalari ustida emgak qilib, vatanini dunyodagi 4-chi sanoat davlati qilib qurib chiqib, ilm fan zamonaviylashda ulug' yaratayotgan xalqingni xuddi sana o'xshashla so'yimiz, hurmat qilamiz. Shuning uchun Germaniya insoniyatga o'zining o'lmas o'g'il qizlarini ulug' to'hfalari bilan taqdim qilgan davlat. Sen Germaniya bilan faxrlansang bo'ladi. Mashinamiz ko'l bo'ylab ondan quyuq o'rmonlar arasida mengib shahar sirtidagi Berlin muzeyi oldida to'xtaganda Derek xo'shal bo'lib meni yenib quchoqladi. Biz bayatdan un-tunsiz mundashgan edik. Berlin muzeyi dunyoga dangliq, dedi u meni chemanlik sayna bilan boshlab ketib edi. Bu yerda butun dunyodagi davlatlar to'g'risida ma'lumot bera oladigan naq materiallar bor. Jungo bölümünü ko'rimizmi yoki butun Osiyo bölümünimi? Hindi, Budda bölümünü ko'raylik, dedim men Şinjan to'g'risidagi tarixiy materiallarni ko'rishga qiziq. Turpan bezaklikdan kelgan Budda tam suratlaridan kasmlar, Ediqut,
Hoju şəhər xarabəsinin aynan modeli. Kucha, boy, ming uylardan ilingan rəsmlər, taş və metal əsvablar, kiyim, öy-jabduq, hətta adam iskeletida belgiler bilen ko'rsatilgan yengni sanchiladigan nervi tugulları, pil tishidan yasalgan davolashda ishlatadigan jingnalar, İslamdan burunqi Uyg'ur madaniyatining Osiyo va dunyodagi yuksak o'rnini isbotlab pakt bo'lib turibdi. Men faxrlangan holda o'z xushalligimni bayon qildim. Germaniya olimlariga rahmat. Bizga hurmatli joydan o'rin berganinglarga rahmat. Germaniya olimlari bizning qadimki til madaniyatimizni tadqiq qilishda nurg'un xizmatlarni ishildi. Lekin biz bu olimlarni nurg'un tilladik, ayıpladik, hatto bir olimni dushman hisoblab o'ldirib Parlaq madaniyat tariximizni dunyoga to'nishtirish bizning ishimiz edi. Lekin biz qilolmagan bu ishni Germaniya olimlari qila oladi. Sizlarga ko'p rahmat. Suratlar Men rahmat desem, ayak birisi rahmat davatıdı şuna. To'xtab qoldim. Rahmat. Suratlar, moddiy narsalar gilam selingan, pokiz, tinch uylarda ayni ichida saqlangan. Uylarga kirgan hamon chiroqlar o'zligidan yonadi ekan. Men Idiqut shahar xarobasi oldida uzoq to'xtadim. Qadimki shahar shunchalik aniqlik bilan yasalgan. Men bu tamdagi ko'rinish oldida turib, o'zimni turpan ostonada his qildim. Qadimki Uyg'ur yeziqlarining nemischa tarjimasini Derek menga o'qib berdi. Tushuntirishlarga Uyg'ur degan nom aniq yozilgan. Nemishqa bizni Hindi, Budda bo'limiga qo'yib qo'ydinglar? Qadimki diniy madaniyat jihatdagi o'rtaqlikqa asosan shunday qilingan. Bizmo Hindistondan kelgan, atalmish Hindi Aryallar biz. Demak, sizlar bilan bizning qadimki madaniyatimizda o'rtaqlik bor edi. Derikning bu so'zlari to'g'ri. Attila boshlab kelgan g'ullarning Bulg'ariyada, Vengriyada, Germaniyaning boshqa joylarida bizga tonish bo'lgan ba'zi milliy an'analarni helimu saqlab turib atganligi buningdan pakt bo'la oladi albatta. Berlinning janubidagi Vanzi ko'li Berlin xalqining sayohat o'rni. U yerda qo'lvoq va kichik paraxotlar bilan ko'ngilli tomosha qilishga bo'ladi. Lekin oktyabrning sovuq kunlarida bu yerlar cho'ldarab qolgan. Ko'lni bo'ylab janubga mangdiq. Qo'yuq, qadimiy o'rmonliq kishining ko'nglini ochdi. Oxir biz g'arbiy, sharqiy Berlin chegarasi hisoblangan ko'vrik beshig'iga kelib to'xtadik. Bu ko'vrik, dedi Derek, yerga tushib etib chaqchaq qilib. Bir siyosiy ko'vrik. Amerika Sovet hukumatlari mushu ko'vrik ustida tutqunlarni almashtirgan. Xabil daryosi asta oqmoqda. U Berlinni ikkiga bo'lib turadi. Shahar ichidagi cho'ng-cho'ng sayohat ko'llarimi mushu Xabil daryosi orqali bir-biri bilan tutishib turadi. Heinrich von, ya'ni Kleistning qabrisi mushu daryoning bo'yida. Ko'rishni xohlamsiz? Ko'rayli, dedim men darhol. Kleist 1777-yili Berlinda tug'ilib, 1811-yili vafot bo'lgan talantli vatanparvar shoir. U nurg'un she'r, hikoya, povest, dramalarni yozgan. Lekin jamiyatdan norozi bo'lib, umidsizlikka berilib, o'zini o'ldirib olgan. Men bu shoirning o'limi to'g'risidagi qiziqarli hikoyani anglagan. 34 yoshlik bu adibning kichigidan yaxshi ko'rishgan, lekin murodi hosil bo'la olmagan oshnisi bor ekan. Oshnisining eri bir bolasimi bor ekan. Napoleon Germaniyani besib olgan yili Kleist o'lib olishni e'lon qildi. Oshnisi billa o'lmoqchi bo'pti. Oshnisining eri Kleistga yelinib, "O'lma, ayolim bilan bolamni ol"
baxtli bo'l, men chet elga ketay, debdi. Lekin Klaist oshnisi bilan billa ashu daryo bo'yiga kelib, bir-birini tapancha bilan tangla etishib, billa o'lib oldi. Biz daryo bo'yidagi o'rmonlikqa kirdik. Qo'yuq qadimiy o'rmonlik ichida 2 qavatlik yog'och uydan boshqa hech nima yo'q. Klaistning o'lib olgan yeriga semut bilan xotira tesh qatirilgan. Men nemis jihatlarining ostidagi 1777-yili 10-oyning 18-idan 1811-yili 11-oyning 21-kuni degan raqamlarni ko'rib, bu shoir muhabbat uchun o'lgan emas. U vatanning yot elga taslim bo'lib, Napoleon hukmronligi ostiga o'tganiga chiday olmagan deb o'yladim. Chunki Klaist muhabbat uchun o'lgan bo'lsa, burunroq o'lgan bo'ladi. Avstriya yozuvchisi Zvegmo vatanini Germaniya besib olganligi uchun alamga chidamay Janubiy Amerikaga berib, ayoli bilan billa o'lib olgan emasmidi? Klaist harbiy bo'lgan. U vatanining or nomusini hayotidan ustun biletdi. Buni uning asarlari isbotlagan. Derek menga Klaistning Tashdagi she'rini qora so'z bilan tarjima qilib berdi. Men bu so'zni qopiyalashtirib yezib oldim. Ansirmanglar, nomardlar. Ustinglardan kulmayman. Dunyo bilan xo'shlashdim, endi hargiz o'lmayman. Ras. Shundoq. Boshqasini bilmayman. Ammo mening qalbimda u mangu hayot. Biz shu kuni oqshimi Berlin bilan xo'shlashib, Germaniyaning shimoliga poyezd bilan yurib ketdik. Ma'qul amsa, aman bo'ling. Davomini o'qib berman. Ma'qul amsa, xush.